Sani, bugun juda charchadim. Biroz dam olaman. Janob Nitin Joshiga u bilan ertaga idorada uchrashishimni aytib qo'y, xo'pmi? Ranvir, Nima? Oldin men sizga haligi deb gapirarding. Endi sukut saqlashni odat qilibsan. Juda soz. Mayli, kutib turaman. Qancha kerak bo'lsa, shuncha kutaman. haligi men sizga aytmoqchi edimki, aslida mendan hatto haligi men sizdan Nima bo'ldi? Nega asabiylashyapsan? Biror xato qildingmi? Xo'sh, muammo bormi? Unda gapir. Qanday muammo? men sizdan Gapiraver, kutyapman. haligi sizga aytmoqchi edimki, meni kechiring. Kechiring.